Hammamizga ustoz bo'lmish zot Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Baxtiyor oila kitobi qirg'iz tiliga tarjima qilindi. Uni chop qilinish munosabati bilan, shuningdek hazratimizning hayotlariga bag'ishlangan ustoz Muhammad Amin Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan yozilgan Islomga bag'ishlangan umr kitobini ham qirg'iz tiliga tarjima qilinishi va chop qilinishi munosabati bilan Qirg'izistonga, Bishkek shahriga tashrif buyurdik. Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, bu ikki kitob taqdimoti juda go'zal holatda o'tdi. Taqdimotda hozir bo'lar ekanmiz, bir tomondan hazratimizning unumli mehnatlari, sersamar hayotlari haqida, dam olmasdan qilgan jiddiy jahdlari haqida o'ylanib, ta'sirlansak, boshqa tomonidan Qirg'izistondagi qardoshlarimiz ham jiddiy jahd qilib, bu boshlangan mehnatlarni chiroyli tarzda davom ettirayotganlaridan ta'sirlandik. Bu ishga mutasaddi bo'lgan, bosh qo'shgan, xizmat qilganlarga, muxlislarga o'zimning tashakkurimni bildiraman. Xususan Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasiga rahmat aytaman. Shuningdek, Darak nashriyotiga alohida tashakkurlarim bor. Darak so'zini eshitganimda o'zbekchada boshqa bir ma'noni anglatadi. Keyin qarasam, unda daraxtning shakli ifoda qilingan ekan. Demak, u daraxt degan ma'noda ekan. Qirg'izchada darak deyilar ekan. Daraxtga qarab turib, Alloh taoloni yana bir oyati esimga tushdi. Va ana shuni aytishni ravo ko'rdim. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: Astag'firullah. Alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun va far'uha fis sama. Alloh taoloni zarbul masal qilganini ko'rmaysanmi? Yaxshi kalima va misoli yaxshi daraxt kabidir. Uning ildizi yerda mustahkam, sobit va shoxlari esa osmondadir. Mana shu oyat kalimadan kelib chiqib aytamizki, bu daraxt, ya'ni yaxshi kalima tarqatuvchi daraxt nashriyoti mustahkam bo'lsin, ildizlari sobit bo'lsin va undan chiqarilayotgan mahsulotlar, u taratayotgan ziyo, ilm, ma'rifat osmon qadar bo'lishini ularni xodimlariga, rahbarlariga, barchalariga tilab qolaman. Bu ishlarning boshlanishi bo'lsin. Boshqa kitoblar ham xuddi shunday holatda tarjima bo'lib, xalqimizni, xususan qirg'iz ahlini qo'llariga yetib borishini va manfaatli bo'lib qolishini so'rab qolaman. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.